Assalomu alaykum, berni ahli. Bugun 3-iyunni. Penoblokamizni yana bir ko'rgazib o'tamiz. 12 santimlik penoblokamiz 12 ga 30-60 bo'ladi. Перегород qilib qo'yilgan. 44%. Bo'raverdan bo'lib tayin turibdi. Buning bahasi 10 ming so'mdan bu. 12 ga 30-60 ning bahasi. Berini bo'lib tashlab ketib beramiz. Adresni aytib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani. Sarko'pofida. Yo'l tarafda Beruniy penoblokamiz qamati ertan qilib qo'yishimiz xudo xolasa. Bu yerlarimiz ham bo'shadi. Bu yerimiz ham kam qoldi. Bu penoblokning razmeri 20 ga 30-60 bo'ladi. Uzunligi 60 sant. Buning bahasi 16 ming so'mdan. Yesvayz 44. Qattiq penobloklar. Hozir burada 500 ming danaday penoblok qoldi hozir. 100% qurib turgandan. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon nomerini ekranga chiqarib qo'yamiz. Hozir yana bir klientimiz 300 dana so'raydi. Bu mashinadagi 200 dana. 200 dana siyadi mashina. Yana 100 dana aparamiz. Telefon qilaverasizlar. Bu videoni penoblok so'ragan tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Berini bo'ylab tashlab ketib beramiz. Telefon qilaverasizlar.